biz bilan tadqiqot o'tkazishga tayyormisiz? Bugun qo'l bola siyoh yasaymiz. Bolshevik qog'ozini siyoh rang qilib qo'yganim uchun qizil siyoh tayyorlayapman. Mana bunday qilib Musbatoy. Xo'sh, siyohing tayyormi? Mening yog'och qalamim tappa tayyor. Hozir. Ozgina qoldi, sabr qilgin. Nima qilyapsan o'zi? Bankachada yo'q narsaning o'zi yo'q. Gul barglarni ham solib oldingmi? Qada, xushbo'y hid kelsin deyapman. Keyinchi qara, anor po'sti, temir qorindasi, ro'yan, achchiq tosh kukunini soldim, qarakan. Shuncha narsani qayerdan olding? Tutgan o'rtoqlarim bilan bu buyumlardan qadim zamonlardan beri tabiiy, ekologik toza rang tayyorlashadi agar bilsang. Temir qorindasi qoraytirsa, ro'yan qizartiradi. Achchiq tosh esa rangni mustahkamlash uchun kerak. Maybo, bu ketishda siyoh emas, atlas matosini tayyorlaymiz shekilli. Buni nimasi yomon? Sen gapirib turgin. Ungacha mening antiqa siyohim tayyor bo'ladi. Kelishdik. Unda eshit. Qadimda, ya'ni 19-asrning o'rtalariga qadar siyoh va ruchka alohida buyum sanalgan. O'rta Osiyoda siyohlar saqlanadigan idish, dovot deb atalgan. Yonginasida esa qalam uchun maxsus tirqish bo'lgan. Xattotlarimiz uchi turli kattalikda o'yilgan qalamlarni dovotdagi siyohga botirib yozishgan. Bilasizlarmi bolalar? Qohira muzeyida eng qadimgi yozish moslamalari, siyoh uchun maxsus idishcha, yozish uchun qalam va to'qilgan siyohni shimdirish uchun ishlatiladigan qum hozirgi kungacha saqlanib kelinadi.